Do'stingiz uchun, ya'ni qaytaman, do'stingiz uchun qayg'urmasangiz qanaqa do'stsiz? Ya'ni kim qanaqa do'st bo'ladi bilasizmi? O'sha qo'li kalta bo'lib qolgan paytda do'stingizni qandoq bor shundoq bildirmasdan olib yurishingiz. Mana shu do'stlik deyiladi. Qarzi kirib qolgan paytda, muammo kirib qolgan paytda u bilan bir xil tengma-teng turib, yelkama-yelka turib, u haqida o'ylashingiz, g'am qilishingiz, ana o'sha do'stlik deyiladi. Hamma narsa yaxshi bo'lgan paytda, yoningizda yurib turib hech narsa qolmagan paytda ketib oladiganlar, tiqil yotibdi unaqalar. Unaqalar do'st deyilmaydi. Unaqalar tanish bilishlik deyiladi. Unaqalar tanish bilish shunchaki do'stingiz uchun, ya'ni qaytaman, do'stingiz uchun qayg'urmasangiz qanaqa do'stsiz? Ya'ni kim qanaqa do'st bo'ladi bilasizmi? O'sha qo'li kalta bo'lib qolgan paytda do'stingizni qandoq bor shundoq bildirmasdan olib yurishingiz. Mana shu do'stlik deyiladi. Qarzi kirib qolgan paytda, muammo kirib qolgan paytda u bilan bir xil tengma-teng turib, yelkama-yelka turib, u haqida o'ylashingiz, g'am qilishingiz, ana o'sha do'stlik deyiladi. Hamma narsa yaxshi bo'lgan paytda, yoningizda yurib turib hech narsa qolmagan paytda ketib oladiganlar, tiqil yotibdi unaqalar. Unaqalar do'st deyilmaydi. Unaqalar tanish bilishlik deyiladi. Unaqalar tanish bilish shunchaki do'stingiz uchun, ya'ni qaytaman, do'stingiz uchun qayg'urmasangiz qanaqa do'stsiz? Ya'ni kim qanaqa do'st bo'ladi bilasizmi? O'sha qo'li kalta bo'lib qolgan paytda do'stingizni qandoq bor shundoq bildirmasdan olib yurishingiz. Mana shu do'stlik deyiladi.